Assalomu alaykum. Xonadonlar. Xudo xohlasa Chinor postga qarab harakatlanyapman-da. Coca-Cola bilan. Tunda dam olib endi ertalab yurib ketyapman. Bo'lmadi. Dam olmasdan yurish bo'lmaydi ekan. Damni olib bemalol erta tongda ketganga yetmaydi ekan. Xudo xohlasa Chinor postga yaqinlashganda mana Vesovay kontrol vazn nazorat tarozi bor. Shunga kiramiz endi. Qalay chiqadi ekan. Yukim 21 tonna 400 kg. Lekin videoshida 1 tonna 100 kg, 1 tonna 200 kg og'ir. Общий вес bo'lsa yo'q. Berigimiz. Asavoydan tortadigan bo'lsa, o'slardan videoshida bor. Hozirdan nima kirib yuramiz. Qanaqa holat, nima bo'lyapti? Lekin o'zi asli berigimiz yo'q. Aslan olganda. Holatda endi sekin o'tamiz, xudo xolasa. 380 kg. Lekin tabiat juda chiroyli bo'ldi. Tiniq chiroyli, ko'z quvonadigan. Yangi qurut bozor bor. Qurut top sotadigan joylar. Shunlarda oldi mana. Ko'z quvonadigan. Maşallah. Tabarakalloh. Ko'z tegmasin tabiatimizga. Bundan da chiroyi ochib boraversin tabiatimiz. Holasi mana 33 dan ko'tarilib, peravalga ko'tarilib chiqyapman. 28 tonna 120 kg. Ikkita sherik bor edi-yu, qaytishimizda birga bo'lgan. Shular bilan yana birgamiz. Bular ham Coca-Cola ortgani kirgan edi. Bular Andijonga edi. Birga bo'lib qoldik peravallar. Peraval. Kadr yo'q deyishadi-yu. Kadr shundoq o'zimiz oldimizdan kelib chiqadi-yu. Tog'dagi qorda manzara bo'lib turibdi. Volvoda shunday narsa borki, korobkani issiqligi 103. Men hozir Dalimamet tunnelga qarab yetib chiqdim. Birdaniga bitta chiqib shu holatda. 106, 107 ga chiqqanda sovutaman, eng oxiriga taqalgan.
108, 109, 110dan ishga ketaveradi. U yoqlarini ko'pam qilmayman. Hozir 103 bo'ldi. O'sha tunnelga chiqdim. Endi tushishda ham ko'tariladi, endi tushishda yengil sovutib olib, bu yog'iga qarab. Nimaga vaqt qo'y? Tunneldan chiqib, ozgina mashinani o'z holatiga kelgizib, sovutib turib korobkani. Keyin pastga qarab tushib ketaman. Teravalda. Namangan postdan o'tib sekin tushib kelinyapti. Bu nima qilyapti buni? Salyarka. Olaman deyaptim, sotaman deyaptim. Bu yoq tarafda bahor tugab yoz kelyapti. Yeravanda bahor. Mana. Patr bozorga. Sen o'tib qolding-ku. To'xtaymiz endi. Namangan. Namanganga. Shakirga ketaman endi. Pop tumani, Namangan gullar shahri. Aytganicha borda, gullar juda chiroyli ochilibdi. Juda ham chiroyli. Pop tumaniga qarab yetib keldim. Yuk tushirishga. Tushiradigan joyga ham keldim. Xudo xohlasa. Yuklarni tushirish bo'lsa, Coca-Cola skletek. Xudo xohlasa mana boshlash tushirishdi. Karada tushirishgan, lekin cho'tki kelibdi. O'smaydi. Pardon. 1,5 metr joy qolib ketganda bu yerda. Oldi. Shuning uchun oldidan telegraf beraverganda bu. Coca-Cola skletek ham. Yuklarni tushirib, Xudo xohlasa ketdim. Farg'ona olti ariqqa qarab. Popning shaharda o'rtasidan chiqib kelyapman. Hozir juda bir yaxshi voqea bo'ldi. Navigator shaharda o'rtasidan o'tyapti. Shaharda o'rtasida, dalaning o'rtasidan. Bittasidan yo'l so'rasam mana chizmasini qarang. Malades lekin, respekt. O'sha akaga. Yozgan nimalardir. Chizma qilib, xarita qilib berdi. Shu tarafdan ketasan deb. Navigatoring aldaydi dedi. Живой navigatorda chizib berdi. Hozir popda ichidan chiqib ketyapman. Ular tushirib. Hayron qoladigan-da. Bu ko'prik, kanal, soy deb hammasini yozganda endi o'zini tilida yozgan. Endi menga ham tushuntirib yozdi. Bu joyda soy bor, bu joyda kanal bor, bu joyda ko'prik bor. Svetoforda qarang, 3 ta nuqta qilgan. Mana shu svetofor deyapti. Malades. Okaga, Namanganlik popliga kelgan. Shunaqaga bu tarafda yo'l bormi? Navigator shu tarafdan tortyapti deb. Pop ichidan nima qilsam? Yo'q, adashdi yo'l yo'q. Bu tarafda navigator aldaydi. Voy, do'qur ekan. Navigator aldaydi. Siz men daqasiga qarab yurasiz deb chizma qilib berdi. Og'zaki tushuntirib qo'ysa ham bo'ladi. Menga vaqt sarflab 5 minutmi, 6 minutmi, shu qanchadir vaqt ketdi. Shu vaqt sarflab turib, chizma qilib, ham tushuntirib, ham chizma qilib berdi. Malades lekin. Xudo xohlasa mana Qiziltepa. Sanatoriya Qiziltepa. Yeb oldim. Qiziltepa sanatoriyasidan o'tib Oltiariqqa qarab chiqib ketyapman. Oltiariqqa ham kirib keldim. Oltiariq. Bizning Oltiariqning yo'llari ham Taraq qilib yuradigan yo'l. Sentra markazi.
Yetib keldim mana.